Onalarimizga narsa olib berishni biz ham xohlaymiz. Et-betga olib borishni, tansiq narsalar yedirishni, chiroyli ko'ylaklar olib berishni. Lekin kelinlarda bu ishni qilishga pul yo'q. Eri toparmon bo'lsa-ku olar, bo'lmasa-chi? Puling bo'lmasa, xizmatini qil deyshadi. Unga ham imkonimiz deyarli yo'q. Erdan, qaynona-qaynotadan, bolalarimizdan orta olmaymiz. Ortsa ham doim ham ruxsat so'ra olmaymiz. Vaqti kelsa bora olmaymiz ham-ku. Xotin bo'lish qiyin emas. Qiyini erning jahli chiqqanida bitta gapdan qolib, gap qaytarmaslikdir. Qiyini qorni och kelganida yarim kechasi bo'lsa ham turib ovqatini oldiga qo'yishdir. Qiyini achitib, kesatib olishning o'rni kelganida uni ranjitmaslik uchun tilni tiya bilish, uni ayay olishdir. Qiyini uning ham o'z shaxsiy hududi borligini tan olish, unga daxl qilmaslikdir. Qiyini hayot tashvishlaridan charchab, alamini sizdan olganida uni to'g'ri tushunib xafa bo'lavermaslikdir. Qiyini kayfiyatingiz yaxshi bo'ladimi yoki yomon, ko'chadan kirib kelganida uni tabassum bilan kutib olishdir. Qiyini ba'zida xafa qilib ranjitsa-da, haqqiga samimiy duolar qila bilishdir. Qiyini qanchalik qiziq va sirli tuyulsa ham, telefonini ochib ichini titmaslikdir. Qiyini nafsga yoqmasa ham itoat qilish, bo'ysuna olishdir. Qiyini ayblari, kamchiliklari bo'lsa-da, bolalarga otasini dunyodagi eng yaxshi inson deb ko'rsata bilishdir. Yanada qiyini esa o'z nafsiga qarshi chiqib, ilm olishni davom ettirishidir. Oilasida baxtli, saodatli bo'lishni istagan, muammolarga to'g'ri va halol yechim izlayotgan ayollarga oila mavzusiga doir 6 soatlik audio kitob tayyorlab qo'ydim. Biodagi havola orqali Islomda oila, muammo va yechimlar audio kitobini olib tinglashingiz mumkin.